2026 Chevrolet Tamaros sport avtomobillari orasida haqiqiy afsona sifatida namoyon bo'ladi va ushbu model kuch, dizayn hamda zamonaviy texnologiyalarni mukammal uyg'unlashtiradi. Tamaros tashqi ko'rinishi agressiv va dinamik bo'lib, keng panjara, aerodinamik kapot va LED farlar avtomobilga yanada sport ruh bag'ishlaydi. Kuzov chiziqlari tezlikni his ettiradi, past profil va keng g'ildiraklar esa yo'lda ishonchli turishni ta'minlaydi. Ushbu model yoshlar va sport avtomobil ishqibozlari uchun ayni muddao hisoblanadi. 2026 yilgi Tamaros yuragi sifatida kuchli V8 dvigatel xizmat qiladi. U yuqori ot kuchi va tezkor tezlanish bilan haydovchiga haqiqiy hayajon bag'ishlaydi. Avtomatik va mexanik uzatmalar tanlovi mavjud bo'lib, har bir haydovchi o'z uslubiga mos variantni tanlashi mumkin. Yaxshilangan osma tizimi va sport sozlamalari burilishlarda barqarorlikni oshiradi va boshqaruvni yanada aniq qiladi. Salon ichki qismi zamonaviy va qulay bo'lib, sport o'rindiqlari yuqori sifatli materiallar bilan qoplangan. Raqamli asboblar paneli va katta sensorli ekran haydovchiga barcha muhim ma'lumotlarni tez va oson ko'rsatadi. Multimedia tizimi Apple CarPlay va Android Auto bilan mos bo'lib, musiqa, navigatsiya va qo'ng'iroqlarni qulay boshqarish imkonini beradi. Premium audio tizimi esa safar davomida ajoyib ovoz sifatini ta'minlaydi. Xavfsizlik masalasida ham 2026 Chevrolet Tamaros yuqori darajada jihozlangan. Avtomatik favqulodda tormozlash, yo'lni kuzatish tizimi, kor nuqta nazorati va adaptiv kruz nazorati kabi funksiyalar haydovchi va yo'lovchilar xavfsizligini oshiradi. Mustahkam kuzov va zamonaviy yordamchi tizimlar kundalik haydashda ham, sport rejimida ham ishonch beradi. Yoqilgi samaradorligi sport avtomobil uchun maqbul darajada bo'lib, zamonaviy dvigatel texnologiyalari tufayli quvvat va tejamkorlik muvozanati saqlangan. Tamaros nafaqat tez, balki kundalik foydalanish uchun ham qulay avtomobil hisoblanadi. Bagaj hajmi yetarli bo'lib, qisqa sayohatlar va shahar ichidagi